Shunaqa sifatli ishda arzon qilsa bo'ladimi? Gentra avtomobilni injektor bilan tozalab beramiz. Mashinada bo'layotgan holat, ertalab zarat bo'lganda benzinda qaltirayotgan edi, gazdan benzinga o'tgan ber o'chib qolyapti. Benzin yurishlari ham juda yaxshi emas edi. Ko'rib turganingizdek, holat injektorlarniki juda xarob holatda edi. Buning sababi bizda sotilayotgan benzinlarimizning sifati bo'ladi. Agar sifatli benzin quysangiz, injektordan uzoq berish muddati uzoqroq bo'ladi. Agar sifatsiz benzin quyib qo'ysangiz, mana shunaqa nagar yig'ib tashlab, musor tushib qolishi mumkin. Mashinada shunaqa injektorlar qora ketib qolmasligi uchun sizlarga eng yaxshi tavsiyamizdan bittasi bizning sharoitda har 15 mingdan 30 minggacha bo'lgan orolda injektorlarni yuvib turishni tavsiya qilamiz. Agar siz injektorlarni yuvib turmasangiz, shunday holatda ancha yuvib qo'yadigan bo'lsangiz, motorlarga benzinni yaxshi yetishmasligi, motorlar qaltirab qolishi, mashinalar yaxshi tortmasligi, rasxodlarning ko'payib ketishiga sabab bo'lib, mashinalarni og'ir ahvolga olib kelib qo'yishi ehtimoli bo'ladi. Shuning uchun har 15 ming 30 ming oralida chiska qilib turishni tavsiya qilamiz. Spectre servisiga kelsanglar, injektor chiska, zaslonka chiska, svechlarni proverka qilib berishi jami hisobda 150 ming so'mni belgilab qo'ydik. Bemalol Spectre servisiga murojaat qilib bu narxlarimiz J mashinalarning Malibugacha bo'lgan qismiga amal qiladi. Ya'ni Gentra, Cobalt, Nexus gacha.